Открой. Ага. Макуй. Я хотела, чтобы ты мучилась еще. Ага. Открой. Tibbiy va dunyoviy ilmi yo'q ota-onalar bolalarini ilgariga olib borishadi va ilgarilar sizlarni soddaliginglardan foydalanib pulinglarni shilishadi. Sizlar esa ham pul berasizlar, ham farzandinglarni hayotini xavf ostiga qo'yasizlar. Ilgarilar sizlarga olib berayotgan narsalarni qo'liga, og'ziga yoki boshqa joylariga yashirib qo'yishadi. Siz buni umuman fahmlamaysiz. Ular shunchalik usta bo'lib ketgan va ota-onani e'tibori kasal bolasida bo'lganligi uchun bolaga e'tibor beradi. Ilgari nima qilayotganiga e'tibor bermaydi va bundan foydalangan ilgarilar yashirib qo'ygan narsalarini sizga olib ko'rsatib berishadi. Vaholanki u o'zida turgan bo'lgan. Bolani og'zida yoki tomog'ida emas. Pomidor po'chog'i, uzum mo'rig'i, tarvuzni danagi, karton, non ushog'i, qattiqroq non yoki bo'lmasam boshqa qattiq jismlarni, hattoki uyida bo'lmagan narsalarni ham olib berishi mumkin va bunga ota-ona ishonib qolishadi. Gipnoz holatiga tushib qolishadi ota-ona. Ilgirli Kavkaz, Dog'iston, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Nima sababdan shu yerda ko'p tarqalgan? Umuman olganda bu regionda keraksiz narsalar ko'p ishlatishadi, xususan beshikni ham. Homilador va bolasini emizadigan ayollar qo'rqinchli va ujus kinolarni ko'rishi mumkin emas. Qo'rqinchli va ujus kinolar homilador ayolni stress holatiga tushirib qo'yadi. Natijada ona organizmida katta miqdorda stress gormonlari ajrab chiqadi. Bu gormonlar esa muddatidan oldin tug'ruqga olib kelishi mumkin. Gormonlar ta'sirida qon tomir devorlari torayadi. Homilada qon aylanishi buziladi va undan keyin esa gipoksiya holatlari kelib chiqadi. Qo'rqinchli sahnalar va baland ovoz homilani ko'p va qattiq qimirlashiga olib keladi. Homilador ayol nimani ko'rsa, homila ham xuddi o'sha narsani ko'radi. Faqat onasini ko'zi va ona organizmida ajrab chiqayotgan gormonlar yordamida shu narsalarni his qiladi va ko'radi. Homilador ayol yengil va kuchli emotsiya bermaydigan kinolarni ko'rishi va shunaqa yengil tushunadigan kitoblarni o'qishi tavsiya etiladi. Bolasini emizadigan ayol qo'rqinchli kinolarni ko'radigan bo'lsa, bu ham bitta stress. Ya'ni har bitta stress ona organizmida sut ajralishini kamaytiradi, sut tarkibini buzadi. Bu gormonlar, stress gormonlari sut orqali bolaga ham o'tishi mumkin. Ya'ni bolaga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Yurakni tez urdirib yuborishi, qon aylanishini buziluvi, bosimni ko'tarilishi, shunaqa holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Vaksina va autizm boshqa tema, bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Agar kimdir vaksina olgandan keyin bolam autist bo'lib qoldi desa, u 100% aldayapti. Bolasini kasalligiga vaksinani aybdor qilib, o'zini vijdon azobi, aybdorlik hissidan qutqarishga harakat qilyapti. Meni oilamda va erimning oilasida bunaqa kasallik yo'q. Bolamni bunaqa tug'ilishiga men va erim aybdor emasman degan gap uchun vaksinani aybdor qilib ko'rsatishyapti. Autizm tug'ma kasallik, ya'ni bola xuddi shunaqa bo'lib tug'iladi. Eng qizig'i, autizmga xos bo'lgan yaqqol belgilar 1,5 yoshdan keyin shakllanishni boshlaydi. 1,5 yoshgacha ma'lum bir belgilar, namyoqlar bo'ladi, lekin bularga qarab diagnoz qo'ya olmaymiz. Sog'lom bolalarda ham bu belgilar kuzatilishi mumkin. Bu bola sog'lom va autizmligini 1,5 yoshdan keyin yaqqol farqlanadi va aniqlaymiz. 1,5 yoshdan keyin bola o'zgaradi va ota-ona bir-biri bilan gaplashadi. Sani avlodingda bu kasallik bormi va sen sog'lommisan? Ha, men sog'lomman, avlodimda bu kasallik yo'q. Sizchi? Siz avlodingizda bu kasallik bormi va siz sog'lommisiz? Men ham sog'lomman. Demak, ikkalamiz ham sog'lom bo'lsak va avlodimizda bo'lmasa, bizda ayb yo'q. Bolaga boshqa narsa ta'sir qilgan. To'xta, 1 yil oldin vaksina oluvdi. Vaksinani ta'siri emasmikan? Biz sog'lom bo'lsak, значит bolaga nimadir ta'sir qilgan. Hamma aytayapti, vaksinatsiya autizmga olib keladi. Bir pasta aybdor ham topildi. Ya'ni ota-ona oppoq, vaksina qop-qora. Aybdor aniq, vaksina. Yodni hamma iste'mol qilish kerak, ayniqsa bizning regionda. Homilador va bolasini emizadigan ayollar kattaroq miqdorda yod iste'mol qilish kerak. 250 mikrogramgacha yod iste'mol qilish kerak homilador va bolasini emizadigan ayol bir kunda. Nega? Homila rivojlanishi uchun va homilani bosh miyasi, nerv sistemasi yaxshi rivojlanishi uchun yod juda ham muhim. Ona o'zidagi yodni homilasiga bersa, o'zida defitsit bo'ladi. Natijada ham onani, ham bolani yod bilan ta'minlanishi susayib ketadi. Emizadigan ona sut orqali bolasiga beradi. Bu ham katta miqdorda yodni organizmdan chiqib ketishiga olib keladi.
Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra 5 yoshgacha bo'lgan bola 90 mikrogramm, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bola 120 mikrogramm, 12 yoshdan katta odamlar esa bir kunda 150 mikrogramm yod iste'mol qilish kerak. Homilador va bolasini emizadigan ayollar esa 250 mikrogrammgacha yod iste'mol qilishi kerak. Ha, yaxshi yeb, yaxshi ichsangiz ham yod iste'mol qilishingiz kerak, chunki bizning regionda yod yo'q. Yeyotgan narsalarimizda yod unchalik darajada bizga yetarli darajada miqdorda emas. Biz bir kunda 150 mikrogramm yod iste'mol qilishimiz kerak, lekin afsuski haqiqatda normadan 3 barobar kam yod iste'mol qilamiz. Bir kunda 40-50 mikrogramm yod iste'mol qilishimiz mumkin. Agar siz okeanni qirg'og'ida, dengiz atrofida yoki orolda turadigan bo'lsangiz va dengiz mahsulotlarini iste'mol qilsangiz ko'p, yod yemasangiz ham bo'ladi. Chunki o'sha orqali bemalol organizmni yod bilan ta'minlanishini bemalol ta'minlab bera olasiz. Lekin afsuski bizning regionda unaqa emas. O'shaning uchun endemik bo'qoq bizda ko'p. Yod faqat qalqonsimon bezga kerak emas, umumiy organizmimizga kerak. Ya'ni aqliy faoliyat yurgizishimizni, nerv sistemamiz joyida bo'lishi, mehnat ish qilishimiz samaradorligini yaxshi bo'lishi uchun ham yod kerak. Ko'pchilik faqat qalqonsimon bez deydi. Yo'q, ko'p narsaga bedana tuxumini 6-7 oylikdan keyin bersa bo'ladi. Birinchi o'rinda bedana tuxumini sarig'idan boshlaymiz. Sarig'ini 4dan birini berishni boshlaymiz. 4dan birini yaxshi hazm qilsa, yarimtaga o'tamiz. Keyin 4dan 3 va to'liq bitta sarig'ini berishni boshlaymiz. Haftada 3 marotabadan ko'p berish mumkin emas. Sarig'ini yaxshi hazm qilib olgandan keyin oqiga ehtiyotkorlik bilan o'tamiz. Chunki oqida oqsil bor. Bolaga allergik ta'sir mumkin. O'shaning uchun oqini ehtiyotkorlik bilan qo'shib oshirib boramiz. Vaksina autizm kasalligiga olib kelmaydi va autizm kasalligidan himoyalamaydi ham. Vaksinatsiyaning autizmga aloqasi yo'q umuman. Vaksina olgan va olmagan bolalar tekshirilganda autizm kasalligining uchrashi deyarli bir xil. Hattoki vaksina olmagan bolalar orasidagi autizm kasalligi ko'proq ham kuzatiladi. Agar vaksinatsiya autizm kasalligiga olib kelganda edi, har 100 ta chaqaloqdan 80 tasida autizm rivojlangan bo'lardi. Atrofimizdagi maktablarning 80% autizm kasalligiga mo'ljallangan bolalar uchun ishlayotgan bo'lardi. Amalda esa unaqa emas. Ko'pchilik vaksina autizmga olib keladi deb kommentariy berib negativ fikr bildirayotganlar hayoti davomida autizm kasalligi bilan kasallangan bolalarni ko'rmagan va o'zidan o'zi qattandir miyasiga kirib qolgan shu fikrni beraveradi. Aslida ko'rmagansizlar ham-ku unaqa kasallikni. Nima qilasizlar negativ fikr bildirib? Ona suti bolalar orasidagi o'limni 14 marotabagacha kamaytiradi. Bolasini emizib katta qilgan onalar kelajakda tuxumdonlar raki, ko'krak bezi raki, mastit, tug'ruqdan keyingi semirib ketish, depressiya kasalliklari bilan emizmagan onalarga qaraganda kamroq kasallanishadi. Onasini emib katta bo'lgan bolalar esa kelajakda qandli diabet, semirib ketish, oshqozon ichak yo'llari kasalliklari va allergik kasalliklar bilan kam kasallanishadi. Emizayotgan vaqtda ajrab chiqadigan oksitotsin gormoni esa homiladorlik va tug'ruq vaqtida kengayib ketgan bachadon matkani tezroq kichrayishiga va o'z holiga kelishiga yordam beradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra bolalarni 2 yoshgacha emizsa bo'ladi. Raddomdan chiqayotganda har 100 ta onadan 80 tasi o'z bolalarini emizishadi. Uyiga chiqqandan keyin esa har 100 ta onadan 60 tasi o'z bolalarini emizishni to'xtatishadi. Endi sizga savol: nega bolalar orasida kasalliklar ko'payib ketmoqda? Keyingi temalarimiz qaysi holatda ona o'z bolasini emizmasa bo'ladigan holatlar va echki suti ona sutiga yaqinmi degan SNSda ko'p keladi. Shu haqida gaplashamiz. Bolasini emizadigan ayollar o'rtacha 1 oyda 1 kilogrammgacha ozadi. Bolasi 1 ga kirganda emizikli ona 6 kilogramdan 12 kilogrammgacha ozishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bola 1 oyda qancha miqdorga semirsa, ona shuncha miqdorga ozishi kerak. Ona bolasini to'g'ri emizsa va to'g'ri ovqatlansa, har doim ozadi. Agar bola semirishni o'rniga ona semirib ketayotgan bo'lsa, ona bolasini noto'g'ri emizyapti va noto'g'ri ovqatlanyapti. Emizikli ona to'laqonli ovqatlanishi kerak, ammo ko'pchilik onalar noto'g'ri ovqatlanishadi. Pustoy energiya qabul qilishadi. Ya'ni bularga oddiy uglevodlar, shirinliklar, shirin choy, non mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Uglevodlar tez energiya beradi, lekin foydasiz, semirishga olib keladi. Emizikli ona esa go'sht mahsulotlari, meva va sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Emizikli onalar bir kunda 6 marotabagacha ovqatlanishi kerak. 3 ta asosiy va 3 ta perikus qilinadi. Emizishdan 30 minut oldin ovqatlanish tavsiya etiladi. Agar shunaqa qilinsa, ona emizib bo'lgandan keyin boshi og'rimaydi, ochlik hissi bo'lmaydi, boshi aylanmaydi, ya'ni o'zini yaxshi his qiladi.
Ko'pchilik onalar och qoringa ovqatlantirishadi, ya'ni emizishadi va emizib bo'lgandan keyin ochlik hissi uyg'onib ketadi. Hamma narsani yegisi keladi va katta miqdorda uglevod qabul qilib oladi ochlik hissini hisobiga. Bu esa onani semirishiga olib keladi. Emizikli onalarning ovqatlanishi bilan butun oila shug'ullanishi kerak, chunki emizikli ona eng yaxshi narsalarni iste'mol qilishi kerak. Homilador va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas, tibbiy nuqtai nazardan. Homilador ayol ro'za tutadigan bo'lsa, tug'iladigan bolasini tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilish foizi oshib ketadi. Ayniqsa och qolish homiladorlikning birinchi trimestr, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarida juda xavflidir. Chunki homilaning organ va to'qimalari shakllanayotgan vaqtda suv, oqsil, vitaminlarning yetishmasligi aynan o'sha a'zoning yaxshi shakllanmasligiga olib keladi. Bu degani homilaning tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilishi degani. Emizikli ona ro'za tutadigan bo'lsa, sut miqdori kamayadi, sifati pasayadi, sut tarkibida vitamin va oqsillarning miqdori kamayadi. Natijada bola och qoladi, sustlanadi, immunitet tushib ketadi. Bu esa bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini sekinlashtiradi. Homilador va emizikli onalar ikkita odam uchun ovqatlanishadi. Demak, ular boshqalarga qaraganda 2 marotaba ko'p ovqatlanishi kerak. Ko'pchilik homiladorlar va bolasini emizadigan ayollarning gemoglobini 90 dan past bo'ladi. Bu esa ham ona, ham bolada kislorod yetishmovchilik, gipoksiyaga olib keladi. Anemiyasi bor, oqsil energetik yetishmovchiligi bor homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas. Oilada ovqatni birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Ovqatning eng go'shtli joyini, eng shirin joyini ham homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Undan keyin yoshi kattalar, bolalar va erkaklar esa bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish shart. Bolasini emizayotgan ona dieta qilish shart emas. Chunki sut qon va limfa suyuqligidan hosil bo'ladi va bir nechta filtrlardan o'tadi. Aslida qizil rangli qondan oq rangli sutning hosil bo'lishi ham bir mo'jiza. Bolaning aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanishi uchun turli xil vitamin, mineral, oqsil, yog', uglevodlar kerak bo'ladi. Ona qat'iy dietada bo'lib, faqatgina qaynatma sho'rva ichib yuradigan bo'lsa, bola aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanmaydi. Birinchi o'rinda ona yaxshi yeb, yaxshi ichish kerak. Ya'ni turli xil narsalarni iste'mol qilish kerak. Emizayotgan ona hamma narsani yesa bo'ladi. Faqat iste'mol qilayotgan narsalari tarkibida turli xil nitrat, konservant va turli xil bo'yoqlar va pripravalar bo'lishi kerak emas. Agar ona qat'iy dietada bo'lsa va har doim bir xil narsalarni iste'mol qilsa, borgan sari sut ajralishi kamayib ketadi va sun'iy sutga o'tishga to'g'ri keladi. Boshida bola o'zi uchun kerakli bo'lgan narsani ona yaxshi yeb, yaxshi ichmasa ham o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olaveradi. Ya'ni ona organizmidagi rezerv to'planib qolgan narsalarni iste'mol qiladi. Keyinchalik esa bu rezervlarni ham tugatib bo'lishi natijasida ham ona ham bola qiynalishni boshlaydi. Agar qaysidir mahsulot bolaga yomon ta'sir qilsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni 3 haftagacha to'xtatish kerak. 3 haftadan keyin yana ona shu mahsulotni iste'mol qilib ko'radi va bolaga yana yomon ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni butunlay cheklash kerak. Ya'ni ona emizikli vaqtdagina